Qachonlardir yoki balki aynan hozir siz o'zingizni samarasiz his qilayotgandirsiz. Yoki nimaga hech qaysi ishni oxiriga yetkaza olmayotganingizni tushunmayapsiz. To'g'rimi? Menda ham bunaqasi ko'p bo'ladi. Va bunday holat deyarli har doim 80-20 qoidasi bilan bog'liq. 80-20 qoidasi nima u deysizmi? Hozir tushuntiraman. 80-20 qoidasiga ko'ra, biz qo'lga kiritgan 80% natijamiz qilayotgan sa'y-harakatlarimizning bor yo'g'i 20% ga bog'liq. Ba'zida esa teskari ham, ya'ni qilayotgan sa'y-harakatlarimizning 80% bor yo'g'i 20% gina natijaga olib keladi. Bu degani esa, agar ko'proq va samaraliroq ishlarni qilmoqchi bo'lsangiz, avval to'g'ri narsalarni qilishga e'tiboringizni qaratishingiz kerak. O'zimdan misol keltiraman. Qilayotgan videolarim yaxshi ko'rilishlar, ya'ni prosmotrlar olib kelishi uchun men mavzuni yaxshi tanlashim, yaxshi matn yozishim va syomka uchun vaqt ajratishim kerak. Navbat montaj, grafika va video uchun matnga kelganda esa men umuman o'ylab o'tirmayman va vaqtimni ham ketkazmayman. Chunki vaqt bilan tushunib yetdimki, bu men uchun hech qanday natija olib keladigan narsa emas. Shunday ekan, agar rostdan ham yaxshi natijani xohlasangiz, kamroq narsa qilishni o'rganishingiz kerak.